Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga mana konteyner mahsulotlaridan yasalgan, ya'ni konteynerda tom qismidan yasalgan shestrinalarimiz haqida va life hack qilib o'taman. Endi bog'dorchilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun to'g'risini aytsam, bu narsani hali nazariy jihatdan tushuntirsam odamlarning ko'z oldiga kela olmasligi mumkin edi. O'shaning uchun bu bochkani ham o'zimiz olib kelib berdik. Shuni hisobiga videoga olib ko'rsatyapman. Mana bu davlat tashkilotlari zakaz qilgan buni, ko'chat ekishga, mana ko'rib turibsizlar. Va mana ko'chatlarni sug'orish uchun 10,5 tonnalik suv bochka qo'yishgan, quyosh paneli moslashtirilgan va unga mana 1,5 kilovatlik adashmasam 1,5 kilovatlik motorchiga ustanovka qilib qo'yishgan. Kimdadir endi sharoit bo'lsa, ichiga suvni tashlab qo'yadi, o'sha urib berib ko'radi. Bu yerda ham yana qanaqadir apparatlari bor, men yaxshi tushunmayman bu narsalarga. Biz faqat suv idishini, bochkasini olib kelib mana bu yoqqa ketgan, bu yoqqa 500 yoki 700 metrgacha, или plus bu tarafigacha ham, bu tarafiga ham o'sha 700-500 metrgacha tortilgan. Bochkamizning narxi akalar 6 million so'm chiqadi. Dastavka xizmatimiz bor. Samarqand viloyati bo'ylab va Qashqadaryoning ham ayrim tumanlariga boramiz, olib borib beramiz. Shlankalarda tortib ketilgan. Akalar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi men sharhlovchi emasman, o'zim qo'limdan kelgancha tushuntirib ko'rsatib berdim. Keyin bochkani garantiyasiga keladigan bo'lsak, 10 yil garantiya akalar. 10 yil garantiyasi bor. Tarkibida nerjaveykaga o'xshagan bir nimadir bor, uncha-munchaga zanglab chirib ketmaydi. Plus baquvvat ham bo'ladi akalar. Va akalar mana mashinadan tushmasdan videosini qilib ketyapman. Mana bu tarafga ham yana bitta qo'yilgan. Hozir yana u yoqlarda ham bor, ularni ham videosini ko'rsatib ketaman. Mana yana bittasi ko'rishlar mumkin. Va ana yana ko'rinayotgan bo'lsa, agar uni o'sha ranglarigacha bo'yab qo'yishgan. Mana yana bittasini ko'rishlar mumkin. Bunga hali nimalarni, quyosh panellarini olib kelib joylashtirishmagan, o'rnatishmagan. Bu yoqda esa tugadi. Ya'ni agar ko'proq oladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, akalar narx-navosidan yengillatib berishimiz mumkin, yana masofasiga qarab. Mana ustakalarimiz yana joylashtirishyapti. Akalar 1 tonnadan 10,5 tonnagacha yasab beramiz. O'sha 20 tonnalik ham qilib yasasa bo'ladi bu narsani. Faqat 20 tonnalik bochkanimizni dastavkasini bo'ynimizga olmaymiz.